ABS uchburchakda BS 8 sm, AC va BS tomonlariga o'tkazilgan balandlikning uzunliklari mos ravishda 6,4 va 4 sm ga teng bo'lsa, AB hamda AC tomon uzunligini toping. Dastlab SABS uchburchakning yuzi balandlik ko'paygan asosning yarmi. A1 ko'paygan 8/2 buyam teng BB1 ko'paygan AC/2. Ikkala o'laroq qisqarib ketsa, A1imiz BS tomonga tushgan balandligi, ya'ni BS tomonga tushgan balandligi 4 sm ga teng bo'lgani uchun 4 ko'paygan 8imiz teng BB1imiz AC tomonga tushgan balandlik. AC tomonga tushgan balandligimiz masala shartida 6,4 sm ga teng. 6,4 ko'paygan AC. ACimiz 32/6,4 5 ga teng. Demak, AC tomonimiz 5 ga teng. Ikkinchisi, bu burchak alfa deydigan bo'lsak, uchburchak A1Cdan sinus alfamiz qarshisiga katet A1 hipotenuza ACga nisbati. A1imiz masala shartida 4 ga teng. ACimiz 5 ga teng. Ya'ni 0,8 ga teng. Bu yerdan kosinus alfani topadigan bo'lsak, kosinus alfamiz 0,6 ga teng. Uchinchisi, ABS uchburchakda kosinusga teoremadan ABni topamiz. ABimiz teng ildiz ostida ACni kvadrati, ya'ni ACimiz 5 ga teng edi. 5 kvadrati plus BSni kvadrati 8 kvadrati minus 2 ko'paygan 5 ko'paygan 8. Ular orasidagi burchak kosinus 25 plus 64 minusdan 48. Bu ikkitasi ayiradigan bo'lsak 16, 41. Demak, javob AB tomon ildizda 41, AC tomonimiz 5 ga teng.